Lazer olayotganda shu 5 ta narsani bilmasangiz, pulingiz bekorga kuyadi. Afsuski, ko'pchilik lazer oladi, lekin keyin tushunadi noto'g'ri lazer olganini. Uy uchun oddiy lazer yetadi. Obyektlar uchun esa kuchliroq lazer olganingiz ma'qul. Yashil nur 3 barobar yorqinroq. Qizil tashqarida deyarli ko'rinmaydi. Aniqligini tekshiring. Plus minus 0.10 metrga 3 mm dan ko'p bo'lsa, lazerni kalibrovka qilish kerak. Remont va qurilish ideal joy emas. IP54 yoki korpusi rezina bilan qoplangan bo'lsa, undan ham yaxshi. Ish paytida o'chib qolsa, ish ham tugaydi. Shuning uchun 2 ta batareyka olganingiz ma'qul. Siz shularni bilmasangiz, lazer emas, muammo sotib olasiz. Yana shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.